Zapis ham ketdi. Endi mana bu jus sharbatini chizib olamiz. Buning uchun biz standartniy rejimdan foydalanamiz. Ya'ni mana bu rasmni to'rtburchak ko'rasizlar. Olib turib, mana menga moslab chiza olsam bo'ladi. Mana buni boshlanishida men oranjeviyroq yoki roziyroq rangiga kiraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu joyda nega ustoz Feruz buni pen tool bilan chiza olmadi degan savollaringizga javob berib ketay. Buni yana bitta metodlardan biri. Mana ko'rishingiz mumkin. Menda bu to'rtburchak bo'lib tushdi, lekin men buni cho'tka qilib, tekis qilib yoqqa qo'ymoqchiman. Sizlar nima qilishingiz mumkin? Menimcha nuqtalarni olib, bunday qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki ikkinchi variant ham bor. Instrumentni baribir sizlar bilan tanishtirib o'tishim kerak. Ikkinchi variant bor. Bizda bu instrumentimizning nomi Free Transform tool bor. Mana shu instrumentdan foydalanamiz. Bu tool nima qiladi? Bu sizlar agarda olib borib turib, qaysi shu obyektni o'ng yoki chapga olib borib turib, bunday qilib tortsanglar, bu o'zi avtomatik rasmni koordinat qiladi. Mana koordinatsiyasini chiroyli qilib chiqarib beradi. Ko'rasizlar? Mana shunaqa qilib, mana shunaqa qilib koordinatsiyasini chiroyli qilib chiqarib beradi. Mana shu holatda foydalansanglar bo'ladi. Men misol uchun koordinatasini to'g'rilab oldim-da va bu yoqqa o'tib, instrumentlar bu yoqda ko'proq. Mana bu cell obyektni o'zi bo'yicha qiladi. Bunisi bo'lsa tochka bilan. Ya'ni men mana bu tochkani olib turib, bunday qilib yana uchliroq yoki mana bunaqaroq ko'rinishga olib kelishim mumkin. Ko'rasizlar? Ko'rinadi hammaga bolalar. Yoki bundan tashqari biz tochkalarni o'zini obyektni bunday qilib yurg'izsak bo'ladi. Bu nima uchun kerak degan savolga, agarda sizlarda biron bir instrument narsa chizilgan bo'lsa, obyektni figurasini to'g'ri chiqara olmasangiz, mana shu koordinatsiya bo'yicha sizlarga moslab chiqarib beradi mana. Misol uchun bunday qilsak, ujri ko'rishingiz mumkin, sokni mana figurasiga tushirib oldik. Mana shu instrumentdan foydalansizlar agar qaysidir joyda obyektni chiroyli qilib tushirib olish kerak bo'lsa. Menimcha savollar yo'q. Xo'sh. Ketdik. Endi biz bu yoqga ham chizib olamiz. Buni qilib chizib olganimizdan keyin ko'rib turibsizlar, bu yoqda ham mana shu instrumentdan foydalansak bo'ladi. Bolalar, kimga qaysi qulay? Masalan, sizlar ruchnoy chizib olishingiz ham mumkin bu narsani yoki mana shu instrumentdan foydalansangiz ham bo'ladi. Men hozir endi sizlarga buni ko'rsatib o'tishim kerak. O'sha uchun buni shunaqa chizib olyapman. Buni to'rtburchak teparoqqa va buni ichkariroqqa kirgizaman. Mana bunaqa qilib sokni figurachasi chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni hozircha cho'mliroq versiya qilib turamiz. Yo'q, kelinglar. Bunisini cho'mliroq qilib turamiz. Salgina. Bunda bizda ochiladi. Sok figurasi ko'rasizlar? Mana shunaqa qilib yasolsa bo'ladi. Bu instrument ham juda qulay. Juda qulay. Kim qaysi vaziyatda ishlatishiga bog'liq, ammo aslida mana shunaqa joylarda ishlatsa bo'ladi. Hali yana bir ikkita joylarni ko'ramiz. Endi tepa qismi bor. Tepa qismini ham tushirib olishimiz kerak. Tepa qismiga ham kelinglar. Mana shu holatda mana shu instrumentni ishlatib ko'ramiz. Xo'sh. Buni bundoq qilib to'g'rilaymiz va bu yerda ham mana shu instrumentdan foydalansak bo'ladi. Ko'rasizlar? Anaqasi ishlash prinsiplarini. Buni olib turib, o'chigini tortib, bu yoqqa qo'yib olib, mana shunaqaroq qilib tushirib olamiz. Qarabsizlarki, o'zi bizda mana shunaqa to'rtburchak shaklli holat hosil bo'ldi. Buni ham cho'mliroq rejimini olamizda. Bunday qo'ysak, ko'rasizlar? Уже to'rtburchak как-то idealni bo'lib tushdi. Endi sizlar masalan buni olib turib pen toolni o'zidan chizsanglar bo'lardi. Masalan, olib turib to'rtburchak qilib bunday chizsanglar bo'lardi. No, endi sizlarga aslida rakurslardan adashib ketmasliklaring uchun bu instrument juda qulay. To'g'ri qilib bir xil qilib jihatini buzmasdan chiqarib beradi. Ketdik. Mana bu joy sal chiqib qolgandek meni xayolimda. Buni sal kirgizaman. Mana. Xo'sh, sokchamizni figurkasi tayyor.
Mana bundoq ko'rsak bo'ladi. Figurkasi tayyor. Va bu yoqqa go'shtchalarni chizib qo'yish kerak ekan va juice va apelsin deb juice deb yozib, apelsin so'zini rasmchasini kiritib qo'yish kerak ekan. Xo'sh, men пока что internetga o'taman, Google'ga o'tamanda apelsin deb yozaman. Apelsin illyustratsiya yozib ko'rib, apelsinni illyustratsiyasini internetdan mana bunaqa tayyorlig'ini olib olaman. Buning uchun men ustiga bosib turib, copy image qilsam va bu yerga slide qilsam, ko'rasizlar, apelsinni rasmini tushirib oldim. Apelsin ustidan yurg'izib, uni rasmini chizib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Yaqinlashtirib, aylana ochamiz. Aylanani ko'rasizlar. Mana qilib aylana ochib. Aylana ochib turamizda, opacity-ni ozgincha tushiramiz. Bu bizda aslida oranjoviy rang bo'lishi kerak. Va buni ham olamiz. Yana bitta Ctrl C qilamiz. Ctrl Shift V qilamiz. Nimaga? Bundoq tushirganda, ko'rasizlar, men buni blok qilmaganimga obyektni yurib ketyapti. Shuning uchun buni blok qilamiz. Ikkinchisini olamiz. Obyekt alt bo'yicha alt va shiftni bosib turib kichraytiramiz. Mana qilib sizlarga ko'rinadi degan umiddaman. Alt mana tushirib oldim. Bu bitta tochkasi bo'yicha tushirdi. Tochkasi bo'yicha tushirdi. Yana bitta ozgina kichaytirib olaman. Mana obyekt chizib oldim va bitta men nima qilishim kerak bo'ladi? Mana shu figurani yasab olishimga to'g'ri keladi. Mana shu ko'rayotgan figuralarni. Buning uchun nima qilishim mumkin? O'tib turib, men buni ustiga bitta bosib burchagiga va bu yoqqa shunoq tushirib, bunga ham stroke beraman. Stroke'ni kimdir bosib olsa shunday. Bir chetdan bosib oldim. Stroke'ni olib qilaman. Ko'rdinglar? Burchagini mana shunday katta qilib oldim va olamanda stroke'ni men expand qilib obyektga aylantirib olaman. Va obyektga aylantirgandan keyin mana shu nuqtalardan tortib qilib qo'yaman. Ko'rdinglar tez qilib olish usulini, bolalar? Va men bu ikkita nuqtani birlashtirib olaman. Eshityaptimi bolalar? Ovozim ana qilib turinglar, antena uzilib qolmasin. Aha, zo'r eshitilyapti. Yaxshi, amallab telefonim tochkasiga ulab o'tiribman, ishonasizlar? Va buni olib mana bu joyiga moslashtirib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa moslashtirdim. Lekin ko'rayotgan bo'lsangiz, sal qiyshiq, mana bunaqa bo'lib ketyapti-da. Bu holatda keyin qaranglar. Menda ozgina apelsinni mana bu joyi avvalni bo'lib chiqqan ekan, menda turbucha bo'lib qoldi. Shu holatda nima qilamiz? Mana aylana nuqtalarini to'g'rilab olamiz-da, birinchi. O'rtasiga olib borib yaqinlashtiramiz mana. Yaqinlashtirgandan keyin bizada pen toolni bilsangiz, adjustment anchor point tool bor edi, ya'ni nuqta qo'yadigan. Nuqta qo'yib olamizda. Video qotib qoldimi? Ha. Tak. Video umuman ko'rinmay qoldi-ku, sensi. Hozir o'shani you are sharing your screen dotdi. Nima deyapti bu endi? Endi ko'rindi, lekin xira. Ko'rindi lekin. Aha, ko'rindi.
internetdan bo'layotgan bo'lsa kerak. Hozir 4G amallab chiqaryapti. Bu yoqqa qo'yma, oynani oldiga o'tiy. Biz lagerda anaqa internet ishlamay qolgan ekan. Oh. Hozir yaxshi ko'rinyaptimi bolalar? Mishkam qimirlayotgani ko'rinyaptimi? Yo'q. Yo'q, qotib qo'ygan. Nastroykada qotib qoldi. Tak. Domla, agar iloji bo'lmasa, haligi o'zingiz videoga olib turib, gruppaga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo, hozir sizlar Hozir- ko'rmasa tushunolmayman-da. Yo'q, o'zingiz baribir videoga olasiz-ku, hozir olyapsiz ham to'g'rirog'i. Ha, Telegramda O'shanaqa zapis o'zingiz- ketyapti. Telegramda zapis ketyapti. Hozir men buni to'g'rilashim kerak. Baram. Yo, ayshi. Endi ko'rindi mana. Endi ko'rindimi? Endichi? Aha, endi qimirlayapti. Ha, bo'ldi. Yaxshi, aniq aytib turasizlar bo'ldi, eshitchi. Bo'ldi, hop. Bo'ldi, xo'sh. Endi bizada mana bunaqa holat bo'lyapti va bu holatda ko'rishingiz mumkin. Mana bu apelsinni aylanasini to'g'ri qilib tushirib olishimiz kerak. Ruchnoy qilib chiqsam menga bu qiyinroq bo'ladi. To есть vaqtimni oladi. Men buni boshqacha yo'lini bilaman. Ya'ni biz faylga o'tamiz. Fayl editdan objectga o'tamizda bizada past panelda pattern degan joy bor. Va undan keyin intervene, repeat degan joy bor. Biz repeat degan joyga kirib radialni tanlaymiz. Radial tanlasak, bizga bu mana shu obyektimizni mana obyektga kirib bo'ldi. Obyektga kirib repeatni bosib radial tanlasak, bu bizani obyektni mana shunaqa ko'paytirib beradi. Ko'rib turibsizlar? Va biz buni nastroykasini to'g'irlab, mana qilib qayta oralig'ini to'g'irlamayman, ko'rishingiz mumkin. Buni oralig'ini bunday qilib to'g'irlab, ozgina aylantirib mana shu joyga to'g'irlab olamiz. Скорее всего, bu yanada tortish kerak bo'lyapti. Mana shunday qilib. Ko'rdinglar? Men aylanani avtomatik qilib oldim. Endi buni o'tamanda obyekt olib, obyekt belgilab, expand qilib, bitta obyekt qo'yardim bilan hammasini. Endi bizda yana bitta joyi qolyapti. Buning uchun Ctrl C va Ctrl V qilamiz. Oxirida men buni tegidigini tanlab, buni white versiyaga o'tkazamiz, ya'ni oq holatga, oq rangga o'tkazamiz. Oq rangga o'tkazganimizdan keyin mana oq bor, bu bor. Aha, yaxshi emas. Bu ustiga chiqibdi, nicho Ctrl C, Ctrl Shift V kichraytiramiz. Yo'q. Selam keyin buni kichraytiramiz deb, buni ham katta qilib qo'yamiz. Yo'q. Buni pastga tushiramiz. Shu Ctrl V qilib bitta obyektimizni ko'paytirib olib pastga tushiramizda, bu obyektimizni white qilib qo'yamiz. Marta ustiga bosib va hamma obyektimizni belgilab yo'qligini opacity-sini 100 qilamiz. 100 qilgan holatimizda ko'rib turibsizlar, bizda bitta obyekt bor, uni tagida yana bitta obyekt bor va bular bor. Bizning apelsin rangimiz oranjiy edi. Oranjiy edi.
sal opasitchini pasaytirib ko'ramiz. Bu yoqqa kopiya qilib olamiz. Bunday qilib apelsin ranglarini tushirib olish uchun bizda bu obyekt bor edi, buni bosib turib oranjiy qilamiz. Va bundan tashqari hammasini oldin bitta podsentrni podkorrektirovchi qilamiz Eling orqali. Podsentrga podkorrektiv qo'yganimizdan keyin bizda bo'lyapti mana bu joyi oq, bu joyi oranjiy. Yana buni ham olamizda. Bundoq tanlab, bu joyini bo'lsa white qilib qo'yamiz. Va opasitchini 100 qilamiz. Mana apelsinning figurasi chiqdi bizda. Endi nima qilamiz? Apelsinni mana bunday yarmini bunday kesib olamiz. Shunday apelsinning figurasini berish uchun. Buning uchun olamiz o'rta nuqtasini tanlab, bunday qilib tanlab olganimizdan keyin obyektni tanlab, bizda bilsanglar nima bor edi? Shape builder bor edi. Undan olib turib, alt tanlab, ortiqcha joylarni delete qilib olamiz. Va apelsinning figurasi ham tayyor bo'ldi va uni olib bizda uni ozgina to'g'rilab nima qilamiz? Ctrl G qilib obyektimizni mana bu so'k ustiga olib boramiz. Va mana bu kerak emas rasmni o'chirib tashlaymiz. Bolalar ko'rishingiz mumkin. Mana menda apelsin mana bunaqa tushdi. Chunki men to'g'ridan chizib olgandim-da buni. Mana bu obyektga tushmayapti. Bilishlaring uchun. Endi bu holatda nima qilaman men? Обязательно yana mana shu instrumentdan foydalanaman. Boya ko'rsatgan instrumentimdan. Mana bu instrumentdan transform degani. Olib turib nima qilaman? Buni mana shu figuramni koordinatasiga moslashtirib tushiraman. Sezasizlar, apelsinni joylashishini. Bu joyini kattaroq qilaman, bu joyini tekisroq. Endi chetdan nazariy qarasanglar, bu xuddi so'k ustida yonmachasiga mana shuni rakursi bo'yicha tushgandek bo'lyapti. Mana buni rangi cho'ta yemadi. Buni kelini скорее всего biz buni rangini mana oranjevini ochirog'iga o'zgartirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammasi ko'rinyapti ekranlarim bolalar. Hey deb turinglar ora-orada. Ko'rinyapti. Yaxshi. Ustini olib turib qo'ydim. Men buni ham tushirdim. Lekin даже bu rangim ham yemadi. Buni ham kelinglar undanda yanada yarkiroq qilishimiz kerak u. Bu joyini tanlab oq qilganim yaxshimi deyman-da cho'ta. Yaxshi ekan. Bu selni mana oq qildik. Endi bizda nima qolyapti? Juice degan yozuv qolyapti. O'sha juice degan yozuv tushiramiz va undan keyin mana bitta ko'shchalarni nuqta qilib qo'yib, bu yoqqa yozuv tushirib qo'yamiz. Bolalar, mana buni olib turib, biz пока что gruppa qilib turamiz. Gruppani ko'zini o'chirib turib, yozuvni ko'ra olamiz. Yozuv tushirish uchun bizda yozuv bo'yicha keladigan bo'lsak, yozuv turlari ko'p. Shriftlar bo'yicha ham sizlarga yana bitta отдельный video tashlab yuboraman, nasib bo'lsa topib. Bu bor edi. Har bitta instrument uchun ishlatiladigan, o'zi har bitta loyiha uchun ishlatiladigan yozuvlar, formatlar bo'ladi. Yozuvlar bo'yicha menimcha hali jarayonda ko'rib o'tib ketamiz. Va biz mana bu yerga juice degan yozuvni chiroyli qilib tushirishimiz kerak. Bizda Illustratorda va hamma dasturlarda bo'lgandek text degan yo'nalishi bor. Knopkasi bor. Mana bu yerga tushsanglar, bizda 7-qatorda, sizlarda sal boshqacha bo'lishi mumkin. 7-qatorda T degan bo'lim turadi. Type uning nomi. Shu type ustiga bossanglar,
Bunda bosganlaringizda sizlarni o'ng taraflaringda mana bunaqa formatdagi jo'natib turadi. Bu narsa nima degan savolga mana men tekst yozolay. Birinchi tekst yozish uchun buni tanlab turib bitta ustiga bossam, lorem ipsum chiqadi. Bu standartni chiqadigan yozuvlar. Buni biz change qilamiz. Nima uchun? Qanaqa change qilamiz? Endi mana o'zimizning gapimiz bor. Juice deb yozilgan ekan. Gapimiz bor. Mana yozib oldim. Kichkina bo'lib qoldi. Nechuk kichkina bo'lib qolsa biz uni shift bilan ozgina katta qilib olamiz. Mana yozuvimizni ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Endi yozuvlarni turlari juda ham ko'p bo'ladi. Shrift buni font deyiladi inglizchasiga, ruschasiga shriftli, o'sha o'zbek tilida yozuvlarning turi deb qo'ysak bo'ladi. Ularning turi juda ham ko'p bo'ladi va har bitta turni sizlar o'zingizlar topib, internetdan topib, uстановка qilib qo'ysanglar bo'ladi. Har bir loyihalaringizni ishlatsanglar bo'ladi. Shriftlarning pulligi va bepulli bo'ladi. Uni vaziyatga qarab ishlatasizlar. Aslida bizda o'sha bepulni ishlatishadi. Internet tarmoqlarida free turadiganlari bor. O'shalardan olib ishlatsanglar bo'ladi. Uni uстановка qilishlarni nasib bo'lsa jarayonlarda ko'ramiz hali. Uстановка qilish boshqa narsalarni yoki videosini topib tashlab yuboraman sizlarga. Хорошо? Endi mana juice degan yozuv turibdi bizda. Mana shu yozuvni biz o'ng tarafga o'tib, mana bizda character degan yana o'zgartirish uchun ko'rinishi bor. Mana bu birinchi bo'limi bu yozuvni turlarini ko'rsatadi. Ya'ni har xil yozuvlar bor. Mana o'zgartirayotganim ko'rinyapti sizlarga yozuvlar o'zgarib ketishi. Ko'rinyapti hamma. Yaxshi. Mana har xil shriftlar bor. Istasam mana bunaqa, istasam mana bunaqa ko'rasizlar. Mana shular уже tayyor shriftlar. Bularni sizlar yasamaysizlar, bularni internet tarmog'idan olib mana shunaqa uстановка qilasizlar. Uстановка qilib kompyuterlarga tushirib olasizlar. Mana. Mana o'zi kompyuterda juda ham ko'p shriftlar va men loyihamga mos shrift tanlayman. Shrift tanlashdan oldin sizlarga o'zi bitta ko'rsatib ketishim kerak. Mana bu birinchisidagi bilan tagidagini nima farqi bor degan bo'lishi mumkin. Uning uchun biz standart bitta kelinglar. Standart Gilroy degan anaqam bor, shrift. Gilroy. Gilroy tanlaymiz. Va men Gilroy shriftini tanlaganimda tagida ko'rayotgan bo'lsanglar, yana bitta format bor. Nima bu degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolingizga qanday javob beraman? Bu narsa shriftni bitta shrift bo'lsa, o'sha shriftni bitta shriftni oila deb hisoblasangiz, bitta shrift o'zi bo'ladi bir dona yoki uni oilasi bo'ladi. Misol uchun, masalan, bizda Gilroy degan shrift bor va uni oilasi bor. Ya'ni qanaqa? O'ttamda sekin o'tkazsak, mana italik yonga sarayotgani bor. Keyin qalini bor, juda ham yuqqasi bor. Mana shunaqa ko'rinishlari bor. Mana Gilroyda o'zini. Mana extra bold bor bu yoqda, undan da yotgani bor yoki bundan da qalinrog'i, yo mana bunaqa ko'rinishlari bor. Mana shunisini familysi deydi, ya'ni oilasi. Mana shu joyda bu o'zgartirib yuboriladi. Ya'ni sizlar bitta shrift qo'ydingda yuqori qotda anaqasi robot deb yozaylik. Mana robotda chiqish kerak ko'proq. Mana robotda shuncha families bor, mana ko'rasizlar. Tanlaganim sari mana bu yerda o'zgaryapti shakllar. Shunaqa qilib tanlab olinadi. Endi buni jирnirog'ini tanlaymiz. Misol uchun mana jирnidan tanladik. Mana bu bitta undan keyingisi bizda shriftni katta kichikligini hal qiladi. Mana bu bitta sizlar bu yoqdan o'zingizning shrift razmer bersanglar bo'ladi yoki o'zingizning ruchni katta qilsanglar bo'ladi. Bu yerda avtomatik razmeri o'zgarib ketaveradi. Mana katta qildim, sal kichkina qildim, mana razmeri o'zgaradi. Ko'rasizlar? Ikkinchi tarafda nima bu degan savolga biz ikkita yozuv yozdik, mana. Shuni sal tekisroq joyda, oxirgi joyda ko'rsataylik mana. Ikkita yozuv yozdim. Ko'rishingiz mumkin, oraliqlari juda ham ochilib qolgan. Sizlarga yoqmayapti. Agar sizlar shu oralig'ini kamaytirmoqchi bo'lsanglar, mana bu joyga o'tib, uni
misol uchun 150 qilsak, ko'rasizlar, oralig'ini kamaytirib qo'ydi. Sizlar buni mana bunaqa qilib, o'zingni ruchniy qo'lda kiritib yoki mana bu yerda strelkalar bilan oraliqlarni ochishingiz ham mumkin. Men пока что buni 200 qilaman. Tushuninglar, tepaligini oralig'ini ochadi. Endi buni boshqachasi ham bor, ya'ni mana shu ikkita shriftni oraliq masofasini ham ochmoqchisizlar yoki kamaytirmoqchisizlar. Bunday holatda sizlarda mana bu narsa yordam keladi. Bizda ko'rishingiz mumkin 0 точка turibdi va plus tarafga ketgan va minus tarafga ketgan. Agar minus tarafini tanlasanglar, bular bir-biriga yopishib ketib, oraliqlaridagi ikkita shrift orasidagi masofa qisqarib ketadi. Agar plus tarafga ketsanglar, mana shunaqa uzoqlashib ketadi. Ko'rdinglar? Men masalan hozir 50 qilsam, mana bir-biriga yopishib qoldi. Endi bu jarayonda hali nimadir ish qilayotganlaringda kerak bo'ladi. Tushundinglar? Shrift bo'yicha. Endi men bu yoqqa bitta yaxshi shrift tanlab olaman. Tak. Takoy jechkiroq. Mana shu bo'ladi. Endi yaqinlashtiramiz. Juice degan yozuv tushirib oldik va bitta chizgan narsamizni ustini ko'zini yoqib olamiz va bunga ham shu rangni beramiz. Buni ko'rishingiz mumkin, juice degan yozuv turibdi. Men buni yana o'sha instrumentingiz bilan nima qilsam bo'ladi? To'g'rilasam bo'ladi. Ko'rasizlar? Aytgancha, bu instrumentni yozuvda ko'p narsa ishlamasligi mumkin. Sababi yozuvingiz sizlarni bo'ysunmaydigan yozuv hisoblanadi. Shrift bu. Uni bo'ysundirish uchun sizlar yozuvni expand qilib olishingiz kerak. Lekin bu qaysidir darajada noto'g'ri, chunki agarda sizlar expand qilib olsangiz yozuvni, uni keyin change qila olmaysizlar. Ya'ni boshqa yozuv yoza olmaysizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, men bu yerga moslab oldim. Korobkani ustida turgan deb turibdi. Buni olib turib, buni olib, bunday qilib, kichkina qilib tushirsam bo'ladi. Ko'rasizlar, как tushishini, holatini. Bu yana agar meni qoniqtirmasa, yana ozgincha teparoqga ko'tarib, yana yozuv bunga buni уже bitgandan keyin tanlab bitta probel bosaman-da. Juice dotda O'zbekiston deb qo'ydik. O'zbekiston. Yozuv tushdi. Men endi buni shriftni tanlayman-da. Bu yoqdan razmerini kichkina qilaman. Skажем, bu anaqasini tanlayman. Razmerini qaro 36, 30 qilamiz. 30 qilib, buni tagida endi ko'rishingiz mumkin, yana boshqa instrumentlar bor. Ya'ni paragraf degan joyi bor. Bu sizlarni, menimcha, Word, Excelda ham ko'rgansizlar. Kim ishlagan bo'lsa ham o'rta, chekkaga, yonga qiladigan narsa. O'rtasiga qilib qo'ysak, bu yozuv o'rtasida qoladi. Mana ozgina mana baklari chiqyapti. Nичего страшного. Bu narsalarni to'g'rilab olsak bo'ladi. Olib turib, yana bundoq qilib tortib qo'ysak bo'ladi. Va shriftni biz mana bu joyda biz shriftni shaklini yana o'zgartirsak bo'ladi yoki rangini ham o'zgartirsak bo'ladi. Mana buni olib turib, buni ko'k rang qilib qo'yishim mumkin. Mana ko'rasizlar, bugungi o'rgangan instrumentimiz nimaga kerakligini bildinglar. Ko'rasizlar degan, mana javob eshitilyapti degan umiddaman, hammasi yaxshi. Endi biz buni tanlab, ham tanlab, mana bu gruppani ochib, chunki gruppani ichiga tushirib qo'yamiz va yana buni blok qilib ko'zini o'chiramiz. Bu yoqda bizda ko'zcha bor ekan, og'izcha, lekin mana bu yerda ham bizda shrift bor ekan, qanaqadir yozuvlar. Biz ham shunaqa yozuvlarni tushirib olsak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Har doimgidek shrift tanlab, biron bir yozuv internetdan olamiz. Keyin Loren Imson deb yozamiz. Loren Imson tekst bor. Mana bu yerdan generation book. Loren Imson bu tayyor tekstlar. O'sha yerdan kopiya qilib illyustratorga o'tib, buni stage qilamiz. Lekin ko'rayotgan bo'lsanglar, bolalar, buni stage qilganda nima bo'lib ketdi? To'g'riga yoyilib ketdi. Hamnaqasiga. Men buni xohlamayman, bunaqa holat bo'lishini, buni ruchnoy to'g'rilashga ham niyatim yo'q.
Buning uchun men olamanda bu yozuvimni o'chirib, tekstni tanlab, bosib turamanda, bolalar qaranglar. Bosib, tortaman. Tortganimda men u yoqda granitsasini ko'rsataman, yozuvni qatdan chiqib ketmasin, qanaqa bo'lsin. Bitta qo'yib yuboramanda, boyaga olib kelgan shriftni bu yerga vставить qilamanda, tanlab, shriftni mana bunga moslab, to'g'rilab qo'yaman. Tak. Qilamiz. Bu ozgina tomi ketdi deb o'ylayman. Oralig'ini katta qilamiz. Buni biza olib turib avto qilamiz. Mana bunday qilib to'g'rilab qo'yamiz. Buni pastroqqa tushirib, buni ham boyagi instrumentimizda nima qilamiz? To'g'rilab boramiz. Olib turib tushiramiz. Mani holatimda bu yozuv ko'proq bo'laversin. Yo'q, bo'ladi. Tak, ozgincha joyini to'g'rilab qo'yishim kerak ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, yozuv ham xuddi realniydek bo'lib tushdi. Yozuvni ham olamiz. Ctrl X, gruppani ichini ochamiz-da, Ctrl Shift V qilib qo'yamiz. Va ko'zni o'chirib turib, mana bu ko'z anaqasini, mana bu ko'zchani chizib olamiz. Bunday qilgan, ko'zchani chizgan. Bu kulgu narsasini qo'yib turibdi. Mayli, buni olib turib, ruchnoy o'zimizdan qilib qo'ysak bo'ladi. Buni olamiz. Tanlab olib ozgina korrektirovkasini to'g'rilaymiz bu yerda ham. Buni ham Shift bosib, bitta qilib gruppa qilib, Ctrl X qilib, obyektimizning ichiga kirib, gruppa bo'lsa Ctrl Shift qilib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa figurasi hosil bo'ldi. Mana shu ko'rinish bo'ldi. Endi biz nimasini chiza olishimiz kerak? Mana trubochkani. Trubochkani ikkita yo'l bor. Buni olib strok tortamizda. Strok qilib Neverni 60 ko'p, 50 qilamiz. Voy, 50 ham ko'p ekan. 40 qilib qolamiz. 40 qilib, strogimizni aniq qilib tushirdik. Trubochkaga o'xshadi. Ham olib turib, tak, nimalarini mana bu chastini dumaloq qo'yib olamiz. Shuni belgilayman-da. Strokka o'tib, mana shu chastini nima qilib qo'ysam, tak, cho'ta yemagandek bo'lyapti. Nicho, buni biza hozir boshqacha yo'l bilan nima qilamiz? Yo'q, tushmayapti. Buni demak ruchnoy qo'rar ekanmiz. Bo'ldi. Mana bunisini chizib oldik. Endi rangini ham keling, nima just rangiga keltiramiz. Buning uchun biz tanlab, object tanlab, expand qilib olamiz. Chunki bizga shuni o'zi yetarli. Stroke bilan boshqa ishlamaymiz. Tanladik. Stroke rangi anaqasiga o'tdi. Men bu joyini xuddi trubochkaning ichidan chiqqandek qilish uchun ozgina bu yoqqa tortar ekanmiz. Suratda baribir chizilganda boshqacha, bu yerda boshqacha bo'ladi. Tortib turib, mana bu joyini ikkita nuqtani tanlab,
shift bilan bundoq qo'yamiz. U ham yemasa, demak biza o'zimizni ruchnoy bundoq qilib qo'ysak bo'ladi. Ustiga qo'shimcha qilib rangni shunga beraveramiz. Shunda ko'rishinglar mumkin, xuddi trubochka ichidan chiqqandek bo'lyapti. Mana shu obyektchani berib uchun. Mana. Endi trubochkani mana bu joylariga biza uchburchak narsalar chizib olishimiz kerak. U nuqtadan bu nuqtaga qilib, mana bitta chizamiz. Rangini sal cho'ngiroq qilamiz. Xuddi qarilish nuqtasi bo'lgandek bu. Buni ham olamiz. Buni olib ozgina korrektirovka qo'yamiz. Buni ham olamiz. Ozgina korrektirovka qo'yamiz. Bunisini yanada qilamiz. Ortiqcha joyini olib ko'rib tashlaymiz. Tak. Mana bu joylariga tushmadi. Skoriy buni katta qo'rsak, katta qilib bundoqroq qilib qo'ysak bo'ladi. Va obyekt tanlab buni ham ko'rib qo'yamiz. Ya'ni o'chirib yuboramiz. Ana. Va tegidagi obyektni buni tanlab, ustiga chizgan obyektimizni ham tanlab, Ctrl G qilib, Ctrl X qilib, mana bu gruppaga kirib, Ctrl V qilib qo'yamiz. Mana, endi buni tegidagi surat bizga kerak emas. O'chiramiz. Obyekt orqasiga rang beraman. Obyektni naqda obyektimizni tepaga chiqaraman. Kattalashtiraman. Buni sal sariqroq qilar ekanmiz. Jahuniy bo'ldi-yu, biza основной logikani tushundik, bolalar. Endi mana bu joyiga ozgina soya bera olishim kerak. Xo'sh. Soyani bunday bundoq qilib qo'yamiz-da. Buni gradient qilamiz. Gradientni bu yog'ini bundoq tortamiz-da. Bu yog'ini sariq, bu yog'ini ham sariq, faqat o'rtasidan urgan o'chiramiz. Bu yog'ini sariq qilamiz-da, ustiga bitta bosib, buni ozgina qoraroq qilamiz. Va obyektimizni tepaga chiqaramiz. Tak. Mana. Çek böyle. Oy, soya ham juda chiqdi. Mana bundoq qilsak, menimcha to'g'ri ekan. Soyani gradienti cho'ta ko'p bo'lib ketgandek meni misolimda. Shuning uchun bundoq sal bo'lsin, bu ko'p kerak emas. Ko'rdinglar bolalar? Logikasini tushundinglar? Nimaga bunaqa qilinishini? Savollar bormi bu narsa bo'yicha? Unaqa chiroyli chiqmadi-yu, mazmun nima bo'lyapti? Mana shu instrumentlarni ishlatish bo'lyapti. Buni save qilaman. Ctrl Shift Tor. Mana.
Rебята, questions bormi? Savollar. Bir nima sayyorani koinotni berdingiz-ku sensei. Ha? Uni qanday chizamiz? U dumaloq bir nimalari ko'p-ku. Pentulda ishlashni o'rganmadinglarmi hali ham? Nima edi u? Pentul o'sha chizishni chizdingiz-ku anaqalarni. Barglarni chizadi-yu. Qiyin bo'lsa mayli, chizinglar. Ikkita variant beraman. Qiyin bo'lsa, shuni mana bu sokni chizasizlar. Yoki mana buni ham chizsanglar bo'ladi. Bugun o'rgatgan tushunchalarimni tushundinglarmi, bolalar? Uni tushundik. Men tushundim buni. Lekin uyga berganingizni tushunmadim. Endi uni chizib ko'raman desanglar, chizib ko'ringlar. Men o'zingizga qo'shimcha qilib tashladim buni. Lekin savollar bormi? Menda yo'q. Bolalar, agar savol bo'lmasa, darsimiz yakunlaymiz. Men ham mana buni yopaman-da, videosini sizlarga sразу tashlab boraman. Nasib bo'lsa. Bugun dars bo'yicha tushuninglar logikasini, qanaqa figuralarga tushira olishdi, eng muhimi. Aha, tushundim. Bitta instrumentlar mana shunaqa tushunib ketaveramiz, nasib bo'lsa. Xo'p. Sog' bo'linglar bolalar. Bolalar, bugungi holat uchun uzr so'rayman. Endi mana joylashib oldimda, dars berishga sharoit qilib oldim. Nasib bo'lsa, ertaga ham vaqtingni aniqlab qo'ysanglar, yana bitta dars o'tamiz. Indinga ham bitta o'taveramiz, nasib bo'lsa. Ko'proq onlaynda ishlayveramiz. Хорошо? Aha, bo'ldi, xo'p, rahmat. Charchamanglar. Yaxshi dam olinglar. Bo'p. Xo'p, mayli, rahmat. Sensei.